4-ci bab. Yaxşı ögünüş adını qandaq yetildirgülük. Ögünüş adını yetildiriş davamında əgər toğru usulga yetəklənməsə, balalar natoğru ögünüş usulga adətlenib qaladı. Navada usul toğru bolsa, yaxşı ögünüş adəti özügidilla şəkillənidi. Qısqası, toğru usul əməliyyatda natoğru usuldan həm addi, həm qolaylıq buldu. Көз құлақ buluş yaxşı adət emas. Балының ögünüşüge көз құлақ bulduğu ata-aнаlar bara-bara nazaretçiге aylanıp qaladı. Балlar undaq nazaretçilikni içide yaxtırmaydıqanlığı üçün qarmaqqa nazaretçinin gepiga qulaq salıvatqanda qılğını bilen əməliyyatda onun pərvayıga elipmi qoymaydı. Şununğa ballarning ögünüşüge көз құлақ buluş usuli balning ögünüşünü buzu ki, yaxşı ögünüş adını yetildirishga hargizmi turtki bulanmaydı. Adam hörü bulalığanda andın anlıq iş görəlaydı. Ballarning tapşırıq işləşiga көз құлақ buluş nurg'unlarimizning zarur etmişleridan bo'lib qoldi. Bala boshlang'ich maktabga kirish bilanla shu oilaning butkul turmush usuli o'zgaradi. Chunki balaning kundalik turmushiga tapshiriqdan iborat bu vazifa qo'shilgan hamon shu oilaga zanjirsimon ta'sir paydo qiladi. Uning ustiga tapshiriq o'rganish natijasi balaning o'rlab o'qish o'qiyamasligini shu balaning kelgusidagi tirikchilik yo'lini belgilaydigan bo'lg'achqa balasi uchun parvona bo'layotgan ota-onalar uningga ko'ngil bo'lmay qolamdi. Shunga balani o'rganishga qiziqtirib, topshiriqni yavash yumshoqlik bilan ishlashga odatlantirish uchun nurg'unlarimiz samandek kuchlarimizni qo'yib, balaning topshiriq ishlashiga ko'z quloq bo'lamiz. Ota-onalarning ko'z quloq bo'lishi so'liq shumaydi. Cümleden bəziləri balı tapşırıq işləşki başlayan haman balının yanına kelib goya nazaretçidək onu tikilib oturdu. Bəziləri helidən heliga balının yanına kelib onun nim tapşırıq işləvatqanlığını, qandaq işləvatqanlığını sorab durdu. Axırda tügən tapşırıqni təfsili təkşürüb çıxdı. Qısqası ata-onalar qaysı usulni qo'llanmasin, balının öyrənişiga başdan oyoq aralashib, uni nazorat qiladi. Balalar rostila ko'z quloqlikqa muhtojmidi? Menimcha undaq emas. Qizim boshlang'ich maktab kirgan chog'da maktabdan yangi o'quvchilarning ota-onalariga yig'in ichib, ota-onalar bolalarning o'rganishiga ko'z quloq bo'lib, har kunlik topshiriqni tekshirib chiqsin degandek talablarni qo'ydi. Ammo biz undaq qilmadik. Yangidan maktab kirgan bolaga nisbatan aytganda, maktab turmushi topshiriq deganlar notanish bo'lg'achqa, qizimga bu jihatdagi ba'zi bir tubki qoida va usul choralarni o'rgatib qo'yish uchun bir haftaga uni yetaklab, ba'zi nuqtalarni samik sog'an bo'ldik. Bir haftadan keyin karimiz bo'lmadi. Balaning ixtiyoriga qo'yib berib, topshiriq ishlashiga ko'z quloq bo'lib olmadik. Ishlab bo'lganlarni atayin tekshirib yurmadik. Zarur topilganda faqat qizim, topshiriqingizni ishladingizmi deb eskartib qo'ydik. Menimcha bu bola bilan kar bo'lmaganlik emas, balki bolada topshiriqni o'zidan ishlash odatini yetildirishning yaxshi usuli. Qizim dastlabda topshiriq ishlashga go'yo yangi setib olgan qo'chaqni ko'rgandek nihoyat qiziqdi. Ammo oz kundan keyin topshiriq ishlashga burunqidek o'zini urib ketmaydigan bo'ldi. Maktabdan qaytib kelib, g'izosini yebla taloq chiqib o'ynaydi. Ondan keyin televizor ko'rish bilan band bo'lib, topshiriqlarni unutib qoladi. Bir necha kun kuzatib, bolaning aslida topshiriqlarni samik sog'andan keyin ondan ishlashga ko'nib qolganligini bayqadik. Shundan keyin uni hatto "Tabbalam, topshiriqingizni ishlang" deb ogohlantirib yurmaydigan bo'ldik. Dadasi ishkimiz kelishvog'imiz bo'yicha bolaning topshiriqlarini butunlay unutib ketgandek o'z ishimiz bilan bo'lib, bolani o'z mayli qo'yib. Buning bilan uzun o'tmay qizim nim qilarini uqolmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u maktabdan qaytib kelib, sumkasini akirib tashlab qo'yguncha qarabmi qo'ymadi. Oldi bilan o'tirib televizor ko'rdi. Kechki g'izodan keyin talog'i chiqib o'ynadi. O'ynab zerikkandan keyin birdam kitob o'qigan bo'ldi. Ondan yana televizor ko'rdi. Yotadigan chog'da bugungi topshiriqlarni unutib qolganligini esiga olib yig'lig'il turdi. Dadash ikkilan bolaning topshiriqqa qaramayotganligini ko'rib, hali burunlar titildab ketgan bo'lsaqmi, ammo buni bolaga chondurmagan edik. Bola topshiriqni unutib qolganiga titildab yig'lig'il turganda, ondan sal jiddiylashgandek so'rab qo'ydik. "Voy rasma, topshiriqingiz bormi dedi?" Biz bolaning topshiriqni unutib qolganligidan ta'jablanganligimizni ifodaladik. Ammo uni qilcha ayblamadik. Bundaq chog'da bolani hargiz ayblashga bo'lmaydi. Chunki uning yig'lig'ini savalligini tushunib yetganligi. Bundaq chog'da ota-onalar navoda boladan og'rinib uni
Tapşırıqni unutib qolgan barmı, əmdi titildiganның nim foydası deb ayıpligil tursa, bala uni ata-anam voy yağaç qulaq, xo'p bo'ldi deyotidu deb tushunib qoldi da, buning bilan u o'zini ayblashdan ata-onasi bilan tirkishish taraf o'tidi. Shunga men darhol qizimning mag'ziga mehrim bilan suyib turib bundaq dedim. Yig'laman qizim, bundaq ish degan hamma odamda bo'ladi. Buningdan bek titildab ketmay, ham darhol amalni qilayli bo'lamdi. Bu gaplarimni anglagan qizim darhol yig'idan to'xtadi. Er-xotin ishkimizning balaning holini tushunganligimiz uningga tasalli bo'ldi bo'lg'ay, u xalala yeniklab qoldi. Ems kechrak uxlasangiz topshiriqingizni tugatib o'ting, dedi bayatin bir titildab ketayotgan dadasi. O'gdab ketayotgan qizim dadasining gapini anglab, sal-pal narozi bo'lgandek chiroyini purishtirdi. Bundaq chog'da ba'zi otalar titliq ichida balaning topshiriqni hapla-shapla ishlashib beradi. Bundaq qilish hargiz bo'lmaydi. Odamning tug'ma tabiati o'z qaroriga hurmat qilib, boshqalarning buyrug'iga parvo qilmaslik bilan xarakterlandi. Shunga balada tashabbuskorlik bilan o'z qarorini ishga oshirish ingini yetildirish uchun uningga o'ylanish va tanlash imkoniyatini yaratib berish lozim. Chunki bala o'xshash bir ishda ota-onasining buyrug'iga emas, balki o'zining mayli bo'yicha yuzlansa, uni texmi ixlos bilan bejo keltiradi. Balaning dadasining gapiga sal-pal norozi bo'lganligini bayqab, unga darhol mundaq dedim. Tapshiriqni hozir tugatib o'tganingiz bo'lsa, uxlashga oltirmang balam. Agar atigan ishlaydi desangiz, kundagidan 1 soat burun uyg'otib qo'yay. Atiganlikka ishlagingiz kelmasa, muallimga bugungi tapshiriq ishlashni unutib qolganligingizni aniqlang. Biror qatim ishlamaganga hech nima bo'lmaydi. Qizim dastlabda bu taklifimga ancha iranishib ketmadi. Birdam o'ylanib olgandan keyin oxiri taklifimni darhol rad qildi. Shu nuqta ayonki, boshlang'ich maktabga yengil kirgan bolalar navoda yasli yoki tayyorlik sinfida oil topshiriqidan bekli zerikib ketmagani bo'lsa, u maktabga topshiriq ishlamay bering degan gapga hargiz unmaydi. Yangidan maktab kirgan bolalarning hammasi topshiriqqa nihoyatda astoydil qaraydi. Chunki bolalarning g'ururi kuchli keladi, ham bolalar muallimning tanqididan qo'rqadi. Shunga ular topshiriq ishlashdan ancha osonlikcha bosh tortmaydi. Qizim rostila o'gdab ketyotdi. Ammo u bugungi topshiriqni tugatib o'tmasa, ko'ngli oromga tushmaydiganligini bildi bo'lg'ay, topshiriqni ishlab o'tmoqchi bo'ldi. Biz bunga ma'qul dedik. Shunda qilib, qizim iranchaklik bilan karvatidan tushib, bo'g'chisidan daftarlarni oldi. U topshiriqni hujursida ishlatsa uxlab qolishdan ansirdi bo'lg'ay, topshiriqlarimni mehmonxonada ishlaychu, dedi. Biz boshqa gap qilmay, mehmonxonaga choy shirasining yeniga o'rinliqdan birini qo'yib berib, o'z ishimiz bilan bo'laverdik. Bir azdan keyin bizning uxlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Bosh yuzimni yuvib bo'lib, bolaning yeniga berib qarab baqdim. Qarasam, u til adabiyoti bilan ingliz tili topshirig'ini ishlab bo'pti. Matematik texi tugamabdi. Biz kirib uxlayverayli. Siz topshiriqingizni ishlab bo'lib, ondan uxlang qizim, dedim. Qizim odatda baldir uxlaydi. Har kuni uxlaydigan chog'da hujursiga akirib yotqizib qo'yatdik. Shunga u menga qiyolmayotgandek qarab, "Nimishqa bolalarning topshiriqi bo'lib, cho'nglarning bo'lmaydi?" Qizimning bu gapidan kulib ketdim. Bizning topshiriqimiz bor balam. Dadangiz to'xtamay chirtiyozsizdu. Men maqol yozaman. Shularning hammasi vaqtida o'rindirmasak bo'lmaydigan topshiriq. Osh topshiriqlarni vaqtida ishlamasak, xizmatsiz qolamiz qizim. Qizim topshiriqning ahamiyatini obdan bildigan bo'lg'achqa ortiq gap qilmadim va uning peshonasiga suyib qo'yib, hujuriga kirib ketdim. Qizim mehmonxonada yolg'iz qoldi. Biz hujurning chirg'ini o'chirib o'tib, uxlagan bo'lib yetib oldik. Ondan alhazal 10 necha minutlardan keyin qizim topshiriq daftarlarini yig'ishtirib hujursiga kirib ketdi. Shuning bilan yuragimiz joyiga tushib, uf dedik. Atsi atigini yechish bo'lmagandek qizimning topshirig'ini tilga olmadik. Mundaq bir nuqtani ota-onalarning samiga solmoqchiman. Bolaning ezib-tezib o'tkazib qo'ygan savalligidan ansirab ketmagulik. Chunki u savallik emas, balki arzimas ish. Bolalarning o'sib yetilish musobaqasida yuz berib turadigan undaq arzimas ishlar g'oyida hatto darsda muhim. Shunga hadislar undaq savalliklarni dastak qilib olib, bolani ayblab yurmay, aksicha uni tuzishga ilhomlantirish kerak. Bolalar aşı savalliklari vajdan ro'yi azobga qolmasin. Chunki bolani ziyoda azobga majbur qiladigan ushoq savalliklar oxir berib tuzatkil bo'lmaydigan kamchilikka aylanib qoladi. Shundan keyin qizim har kunlik topshiriqni maktabdan qaytib kelibla ishlab o'tirgan bo'ldi. Buningdan bekmi suyundik. Ammo buninglik bilan bolani maqtab uchirib ketmadik.
Faqat balaga har kunlik topshiriqni uzunliq ishlab mengishning qat'iy davomlashtirishga tegishli yaxshi odat ekanligini mundaqla tushuntirib, baladan minnatdor ekanligimizni ifodalab qo'ydik. Topshiriqni baldır ishlab etishning odamni xushal qiladigan obdan odat ekanligini qizim tunib yetdi. Bala degan yenil bala-da. Vaqt uzargan siri qizim topshiriq yana iranchalik qildigan bo'ldi. U tunji qatim topshiriqni unutib qolib, taxminan 10 kundan keyin yana bir qatim unutdi. Bir kuni amdil yatayli deb turishimizga qizim shu kunlik topshiriqlarni unutib qolganligini tuyuqsiz esga oldi. "Abla, bugungi topshiriqlarim bakli jiq edi. Endi qandaqmi ishlab bo'laman?" dedi qizim yig'lamsirab. Bu dövremmo aldın qatimga o'xshash usulni qo'llanib, oldi bilan balaga tasalli berdik. Ondan hujurimizga kirib ketdik. Nurxun atalar bundaq ahvolga yo'liqqanda balaga chaqirtib, birga o'tirishib bersak, balaning ko'ngli tinib, topshiriqlarni xotirjam ishlayoladi degan o'y bilan balaning topshiriq ishlashiga hamroh bo'lib o'tirdi. Ammo buning bundaq yomon tarafi bor. Birinchidan, bala ota-onasining yestakchiligini qo'zg'ash maqsadida atda shumshuydi. Buning bilan balaning diqqati chechilib, topshiriqning surati va sifatiga ta'sir etadi. Ikkinchidan, topshiriqni ota-onasining hamrohligida ishlagan bala ota-onasini topshiriq ishlash vazifasiga hamshirik sanab qoladi. Buning bilan vaqt uzargan siri balda ota-onaga yulinib oladigan odat shakllandi. Bu hol balda mas'uliyat tuyg'usini yetildirishga bakmi foydasiz. Uchinchidan, balaning topshiriq ishlashiga hamroh bo'lib o'tirgan ota-onalarning ko'pinchisi ixtiyorsiz ko'tildab qoladi. Lekin ota-onalar mayli bag'lidan og'rinib, "Bular kim sen topshiriq ishlashni unutib qolsin" dedi. Desin yoki bundan keyin topshiriqni unutib qolg'uchi bo'lma, uqdingmi? deb askarsin va yoki "Bo'l deyman, yerim kecha bo'lib ketdi" deb haydakchilik qilsin, bundaq gaplar balani bezor qilishdan o'zga natija bermaydi. Shunga qilg'il ish topolmay qolsangizmi, topshiriq ishlayotgan balaga hamroh bo'lib o'tirish bermang. Eng yaxshisi darhol kirib uxlagan bo'lib yetib oling. Har qancha titildab ketsangizmi, hech bo'lmagandek balani hargiz ayblamang. Ba'zilar ehtimol mening mijozim usulroq, shunga balaning topshiriq ishlashga eranchalik qilganini ko'rsamlar arvoyim 40 gaz o'rlaydi deyishi mumkin. Men bu gapga javoban mundaq demoqchiman. Bal tarbiyasida yo'liqqan masalalarni ixlosan tahlil qilish asosida idrokiy hal qilishga tirishmay, hadislar hayotinni bosolmay, hapla-shapla shalancha chatirgan odamni tarsa deyishga bo'ladi. Undaq odamning tarbiyasida o'sgan balami oxirgi hisobda tarsa bo'lib chiqadi. Qizim shu kungi topshiriqni obdan ishlab, soat 12 bo'lay deganda onda yotdi. Ertasi yana qaqsarda turmuş bo'lmaydi. Qizim o tuyuqsiz içim ağrıp qaldı. Amma bunda qiyinchilik balani o'sib yetilish uchun kambus bo'lmaydigan dars bo'lg'achqa, balalar bu darslikdan nurg'un narsalarni o'rganib olaydi. Shunga er-xotin ikkimiz balaning topshiriqni unutib qolganligini qandoqdir yomon ish emas, balki balaga ijobiy tarbiya berishning shundaqla balada angliqlikni yetildirishning obdan fursat ekan deb bildik. Darvaqa qizim shundan keyin yarim kechagacha topshiriq ishlaydigan ishni qayta sodir qilmadi. U vaqtni ilmiy o'rlashtirishga odatlanib olg'achqa, gohida hatto oila topshiriqining ko'p qismini maktabda tugdi o'tib keladi. Ota-onalarning samida bo'lg'ayki, balani ma'lum odatni yetildirishga yetaklash davomida balaning tashabbuskorligi va muvaffaqiyat tuyg'usiga barham bersa, bala bara-bara o'zini erkin tutolmaydigan, o'zidan o'kindigan bo'lib qoladi. Bu hol balada obdan odatni yetildirishga ziyonli albatta. Bala qandoqda bo'lmasin, yenil bala. Şuna bala bir ishni buzib qo'yganda, uningdan keladigan qulaysizlikni his qilib yesla, shuning o'z kifoya. Chunki balalar biror savallik vajdan kelib chiqqan qulaysizlik va ziyon zahmatni tunib yetgan chaqda, zodi qanday qilsa to'g'ri bo'lganligi haqida kalla qidirishga intildi. Bu xuddi chanqagan odamning suvga intilganiga o'xshaydi. Bu xil o'z-o'zini tangshash istiki normal balalarning har qandaqida bo'ladi. Yana kelib, ota-onalar savallik o'tkazib qo'ygan balaga ziyoda kaymasa va ish yo'qdiman deb ko'ziga kirib olmasa, bala ondan o'z-o'zini tanishishga taraddudlandi. Navada ota-onalar balasi savallik o'tkazib qo'ygan hamon uni bulishiga ayiblab, buningdan keyin unda qilmaslik haqida va'da qilsa yoki balaga undaq qil deb ziyoda chalvoqa versam, bala o'z-o'zini tanishish angliqligini yetildirish fursati va mustaqil ish ko'rish iqtidoridan tadrijiy mahrum qoladi. Qisqasi, ota-onalarning ziyoda o'g'it buyruqlari, tugmas ko'tildoshlari va tanbihlari balaning yaxshi odatni yetildirishiga bakmi ziyonliq. Shunga ota-onalar savallik o'tkazgan balani ayblashdan burun o'zining bala tarbiyalash usuli haqida astoydil o'ylanib beqish lozim.
Ата-аналар баланың ögünüş ünümü və sübtini östürüş muddasida onunğa көз құлақ болып алады. Cümleden баланың ögünüşdə gecanglik qılıbatqanlıqı yoki ögünüşkə ixlasını bəməyətqanlığını bayqagan hamon unda qılmay mundaq qil, көңіл qo'y deb ögətkil durdu. Qısqası баланың ögünüşüge həmrah bulduğan ata-aнаlar aşındaq ögüt nəsihətlərini hər günü ağzından düşəməydi. Әмма балалар ундaq gəplərni dəstəbdə anca-munca qulaq sağını bilən bara-bara pərvər qılmaydigan, ata-anasının ağız açqan aman onundan bezar bo'ladigan, hatto ko'ngilda ata-anasının deganlariga zid ishlarni qildigan bo'ladi. Bu bo'lg'usi ig'ir oqibatning ibtidosi albatta. Hürlikka intilish odamning tug'ma tabiati. Şuna bala öz iştiyaq bağlagan hər qandaq şeyi onun iş güchlariga ko'z quloq bo'lib, erkinlikni bug'adigan nazoratchiga aylangan hamon uningga o'ch bo'lib qoladi. Баланың ögünüşüge көз құлақ bulduğan ata-aнаlar bara-bara nazaretçiге aylanıp qaladı. Балалар ундaq nazaretçilikni yoqtırmağanlıq üçün qarmaqqa nazaretçinin gepiga құлақ sağanda qığını bilan əməliyyatda onu pərvayıga elib qoymaydı. Şuna баланың ögünüşüge көз құлақ bulub usuli баланың ögünüşünü buzu ki, yaxşı ögünüş adını yetildirishga hargiz turtki bulamaydı. Aldı bilan odat deganning nima ekanligini aqirib bilishimiz lozim. Баланың kitabni öz qaralida echib, shiraga belgilangan möhlatda möhchayganligi, ögünüşni vaqt qaralida tamamlaganligiga odatlanganligidan derak bermaydi. Chunki odatning muhimligi ijro xususiyatiga harakat emas, balki idroki va ixlos moyilligining turkisida ko'ngillik harakat orqali unum qozonish ifodalanadi. Ko'z quloq ostida yetildirilgan odat faqat jismoniyatga mansub. Əxliyətə yetadigan yaxşı adət көз qulaqdan mustasna erkinlik asosida yetildi. Şuna balaның ögünüşüge көз qulaq bo'lishning balaga foydasi bor degandan ko'ra, ziyni bor degan tuzuk. Nurg'un axborot vositalari, muallimlar yoki pedagoglar nemishqidir hadislar balaның ögünüşüge har kuni көз qulaq bo'lishni tashabbus qilib oladi. Ammo shuni bilish kerakki, odam hur bo'la olganda ondan angliqish ko'ra oladi. Durus. Ögünüşte başqalarının həmrah bulub yendi oturup berişini yoqtırıdığan, başqalar həmrah bulmasa besib oturamaydigan. Hatta ata-anasından bu həmrahlıqını tələb qıldığan balalarını görgənmən. Amma bu ayrı əhval. Balanın ögünüşdə bundaq həmrahlıqını tələb qilishi onundakı tuxum xislətmə emas, normal ehtiyac emas, faqat bir xil naçar adətlə xalas. Çünki bəzi balalar ögünüş və üsüb etiliş davamında duch kelgan dishvochilik və o'ngsizlik vəjidən özünü bara-bara boshqaramaydigan, yo'laksiz qolgandek yetimsiraydigan bo'lib qoladi. Jumladan o'zini boshqarish ishonchisi bo'lmag'achqa, hadislar boshlarning yetakchiligiga muhtoj bo'ladi. Amaliyotda undaq balalar ota-onasining ko'z quloq bo'lishiga chin dildan rozi emas. Chunki ota-onasi hamisha hamroh bo'lib ba'simi o'rganishga ravursiz kirishamaydi. Bundaq ahvolda ata-onalar balaga vaqtincha ko'z quloq bo'lsa bo'ladi. Ammo bu ishdan imkoniyatning boricha tezroq o'zini tortish lozim. Undaq qilmaganda balada mustaqillikni abadiy yetildirgil bo'lmaydi. Buning bilan bala o'z holidan borgancha azoblanadigan, yurak altliqda yetishlarni qilolmaydigan bo'lib qoladi. Natijada ota-onaning hamrohligining hech qanday foydasi bo'lmaydi. Şun ata-onalar özlərinin ilgirki bala tərbiyəsində zadı nədə ketkizib qoyğanlığını əstayidil təhlil qılıb, balağa көз qulaq bo'lishdan qanday qilib o'zini tortish va balaga yordam tegadigan ijobiy yetakchilikni ishga oshirish haqida bir qarorga kelish kerak. Balaga көз qulaq bo'lishdan o'zini tortishning prinsipi shuki, birinchi, ha degandila unumni ko'rishga aldirab ketmang. Savrchan bo'ling. Ikkinchi, bu jarayonda balani xushal qilishga va muvaffaqiyat tuyg'usida ko'ngilni avundirishga imkoniyatning boricha tirishing. Balangiz ko'z quloqdan mahrum qolgan dastlabki chaqlarda ishni aplashtirolmay buzib qo'ysa mayli. Ammo u mag'lubiyatidan hargiz mayuslanib qolmasin. Uchinchi, ko'z quloq bo'lishni tashlashdan ilgari balaga yiqilgan joydan dast turishni o'rgating. Bo'lmasa bala takrar mag'lubiyatga birlashish berolmay, texmi ichinishli oqibatga qoladi. Məşhur psixolog Soxomleniski mundaq deydi. Birov bala chaqlarda o'zidagi ojizliklarni yengishdan keladigan mamnuniyatning nima ekanligini tushungan bo'lsa, u kez kelganda o'ziga tanqidiy yuzda yuzlanalaydi. Uningdagi o'zlik ingi dal mushundan boshlandi. O'zlik ingi bo'lmagan odam o'zini tarbiyalashni va talabchanlikni bilmaydi. Bala o'rin, yalqovlar ilgari bosmas degan gapning chin ma'nosini tushunib, uni yodlab olgan taqdirdami, ammo shu so'z balaning amaliy harakat davomida o'zini tizginlab mang'alishiga turtki bo'la olmasa, undaq bala qaysar, irodali kishilardan bo'lib chiqolmaydi.
Bala navada o'zidagi ojizliklarni hamisha cho'nglarning o'g'it nasihatlari bilan ondan yangsa, bu amaliyotda yangish emas, balki yengilish xolos. Ammo bu xil yengilish baldiki o'zini tunish ing'ining bir qismi hisoblanmaydi. Chunki bolalar fursat bo'lsa, yiqilgan yerdan dast turib, iskanjalardan qutulishga har zaman intildi. Balaning topshiriq ishlashiga ko'z quloq bo'lishning yana mundaq ziyonli taraflari bor. Ba'zilari balaning o'rganishiga ko'z quloq bo'lman deb nurg'un vaqtni isrof qildiganligi, jafo chekadiganligi uchun ularda bara-bara bar taviqim, yon taviqim, barmisang, yonmisang, o'ttirdan sut taviqim deydigan ideya shakllanib qoladi. Buning bilan bolasi o'rganishda yaxshi natija ololmagan yoki nachar odatni yuqtirib olgan hamon seni obdaroq odam bo'larmikin deb shuncha ko'p vaqtini isrof qilib ko'z quloq bo'lgan edim. Amdilikda bo'lgan yering mushmidi deb ayblaydi. Bundaq gaplar balaning o'z-o'zini boshqarish ishonchisiga barham berib, balani ig'ir o'kinish qo'ydi. Bu hol balaning axloqiy yetilishiga foydasiz. Asli kalam. Balaga ko'z quloq bo'lish bilan ko'z quloq bo'lmaslikni oddiy ham mutlaq nuqtadan tushunib olishga bo'lmaydi. Chunki bu yerda ta'kidlaydiganimiz balani o'rganish yoki boshqa ishlarda talabchanlik va mustaqil ilmni yetildirishga yetaklab, uni cho'nglarga yo'nalib oladigan, tashabbuskorlikni uqmaydigan yomon odatni yuqtirib olishdan to'sish. Shunga ko'z quloq bo'lish bilan ko'z quloq bo'lmaslikni bir turlik oddiy harakat usul emas, balki tiran ma'noli tarbiya ideyasi deb ta'birlashga arziydi. Misalan, ba'zilar bo'sh vaqtlarini haraq ichish va shishxal bilan o'tkazishga odatlanib ketganligi uchun ularning balaga ko'z quloq bo'lishga ham vaqti yo'q, ham naflisi yo'q. Demak, bundaq ota-onalarning balaga ko'z quloq bo'lmasligi bilan mulohazamizda ta'kidlanayotgan ko'z quloq bo'lmaslik bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki xil uqum.